Shoshilinch xabar: O'zbek shou-biznes olamida o'z o'rnini egallagan O'zbekiston xalq aktrisasi haqida yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Aktrisa Shukurjon Safoyeva Parvona spektaklidagi bosh qahramon Nazokatning yaqin dugonasi Yulduzxon obrazi bilan elga tanilgan. Spektakl sahnalashtirilganda u 36 yoshda edi. Keyinchalik aktrisa kino va spektakllarda ko'rinmay ketdi. Pasportim yo'qligi pand bergan. Ismimni ilk bor eshitgan odam hayratlanishi aniq. Asli xorazmlikman, faqatgina bizda qizlarning ismiga jon qo'shib chaqirishadi. Menga rahmatli buvamning ismini qo'yishgan ekan. Kutilmagan omad tufayli san'at sahnasiga kirganman desam xato bo'lmaydi. 1965-yil televideniyada kinostudiya qoshida aktyorlik kursi tashkil etilgani, 16-25 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar kasting asosida qabul qilinishi haqida e'lon qilishdi. Onamga xarxasha qilib kastingga olib boring deganman. Onam qizim 15 yosh, baribir uni qabul qilmaydi deb kino studiyaga olib borgan. Haqiqatan ham pasport olmaganlarni qabul qilishmas ekan. Hafsalam pir bo'lib tashqarida turganimda yonimga bir yigit kelib, kinoda suratga tushishni xohlaysizmi deb so'radi. Keyin bilsam, u yigit mashhur rejissyor Ali Hamroyevning assistenti Melis Abzalov ekan. O'shanda Oppoq laylaklar filmi uchun o'smir yoshdagi qizni izlashayotgan ekan. Kutilmagan tasodif sabab Razzoq Hamroyev va Rahim Muhammadov kabi san'atkorlar bilan ishlash baxtiga musharraf bo'lganman. Xalq aktrisalari guruhida o'qiganman. Rus maktabida o'qiganim uchun o'zbek tilida yozishga biroz qiynalardim. Aksiga olib institutga hujjat topshirgan yilim aktyorlik bo'yicha rus guruhlari ochilmadi. Shu bois ijodiy imtihondagi inshodan 2 baho oldim. Xayriyatki ustozlar mahoratimni ko'rib o'zbek tili grammatikasidan savodsiz ekanligimga ko'z yumishdi. Kursimizga O'zbekiston xalq artisti Sora Eshonto'rayeva rahbarlik qilgan. Bizni institutda hazillashib xalq artistlari guruhi deyishardi. Haqiqatan ham kursimiz talabalari san'atning eng oddiy ijodkorlari bo'lib yetishdi. Men Yodgor Sadiyev, Oybarchin Bakirova, Muhabbat Abdullayeva, Said Komil Umarov kabi ijodkorlar bilan kursdosh bo'lganman. Erkin Komilov o'tkuriyni rad etgan. Institutdan keyin to'g'ri O'zbek Milliy akademik drama teatriga ishga bordim. 20 yillik faoliyatim davomida katta-kichik rollarni ijro etdim. U paytda Parvona spektakli teatr repertuaridan chiqarilgan edi. Sababi spektakl rejissyori Toshxo'jayev betob bo'lganligi sababli turmush o'rtoqlari aktrisa Iroda Aliyeva ham ishdan ketgan ekan. U spektakldagi Nazokat rolini ijro etgani uchun spektakl namoyishi to'xtatilgan. Oradan biroz vaqt o'tib, xalq talabi asosida spektakl qayta tiklanadigan bo'ldi. Obid Yunusovga dublyor qilib Erkin Komilov tanlandi. Nazokat rolini esa Rixsi Ibrohimova va Gulchehra Ibrohimbekovlar ijro etadigan bo'lishdi. Yulduz rolini esa men va Mahfuza Bobotillayeva ijro etardik. Mavsum boshlanishi bilan 1-2 ijoddan keyin Erkin Komilov rolni rad etdi. Chunki ijrodan aktyorning ko'ngli to'lmasa, u rolda yasholmaydi. Deyarli har kuni Parvona spektakli namoyish etilardi. Dam olish kunlari 3-4 seansdan namoyish etilgan kunlar ham ko'p bo'lgan. Eng yomoni, boshqa spektakl aktyori kasal bo'lib qolsa ham repertuar o'zgarib Parvona qo'yilardi. Chunki bu spektakl aktyorlarni jamlash ancha oson edi. Butun boshli spektaklda bor yo'g'i 7 ta aktyor ishtirok etardi. Teatrdan ishdan ketishimga raqs sabab deb o'ylashadi.
Ayrimlar teatrdan ketishimga turmush o'rtog'imning rashki sabab bo'lgan deb bilishdi. Turmush o'rtog'im Olabergan Omonov bilan institutda birga o'qiganmiz. Parvona spektakli sahnalashtirilganda 3 farzandning onasi edim. Yoshim ham 36 da bo'lgan. Deyarli hayotim bir spektakl bilan uzluksiz bog'lanib qolgan bo'lsa ham turmush o'rtog'im norozi bo'lmagan. Aslida teatrdan ketishimga ichki nizolar, moddiy qiyinchiliklar va sog'ligimning yomonlashishi sabab bo'ldi. dedi gaplardan charchaganim uchun o'zimni pedagogikada sinab ko'rishga qaror qilganman. Avval Toshkent madaniyat kollejida, undan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasida aktyorlik mahorati darsidan saboq berdim. Sahnani tark etganimga hech qancha achinmayman. Muhimi, hayotimda teatr bilan bog'liq shirin xotiralar bor. Tomoshabinlar ham haligacha Farg'onadagi yulduzni unutishgani yo'q. Hozir nafaqadaman, ammo san'at bilan qalban birgaman, deydi Shukurjon Safoyeva xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.